Hop, mana zakazlarimizdan bittasini o'rnatib bo'ldik. Mokriydan dedilar, mokriydan qilib, chiroyli qilib, ikki qanotli qilib, ikkita eshik, ikkita derazani bitkizib berdik. Qo'ldan kelgancha qilib. Shunga hozir so'raymiz, opa. Siz aytganingizda qilib, chiroyli qilib, bekamiz qilib o'rnatib berdik. Kamchiliklari bormi, yo'qmi? Mana bizning xonadonimizga xush kelibsizlar. Kuch-quvvat bersin. Mana Azamboy trenddalar. Xudo xolasa qilgan ishlarini aybi yo'q. Bizga yoqdi, o'ta chiroyli, o'ta go'zal. Hammaniga tavsiya etaman. Hammani mana shunday qilib qurdirishingizga. Men ham sizning niyatlaringizga qo'shilaman. Lekin menga juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli, juda ham mukammal ishlari. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi mahir Juda yoqdimi? chiroyli, ham mukammal, o'zimizga yoqdi, juda chiroyli. Ha, bo'pti opa. Bu Rahmat. kamchiligi bo'lsa, bexijolat aytaverasiz. Xo'p, shunaqa ishinglardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqishini mumkin. Shu video ostida telefon raqamimiz bor. Salomat bo'linglar.